Yig'lamang. Alloh mehribon. Sizga aytavdik, inshaalloh hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ona, Xo'p, sirli qutini tanlaysizmi yoki 100 million puldimi? sirli qutini tanlayman. Agar siz sirli qutini tanlaydigan bo'lsangiz, mana bu 100 million so'm pul siz ixtiyoringizdan chiqib ketadi va bu pulni qaytib ola olmaysiz. Mayli, sirli qutida qolaman. Siz pulni emas, qutini tanladingiz. Siz sabrni tanladingiz inshaalloh. Qani oching bo'lmasa. Qutimizda hech narsa yo'q. Ba'zan hayotimizda hech narsa yo'qdek ko'rinadi. Lekin shu vaziyatda biz sabr qilishimizga to'g'ri keladi. Ikkinchi qutini ham oching. Bu qutimizda ham hech narsa chiqmadi. Lekin sizga yana bir taklif aytib o'tib ketaman shu o'rinda. Bu yerda yana hech narsa bo'lmasligi mumkin. Sirli qutini tanlaysizmi yoki pulnimi? Sirli qutini tanlayman. Agar buni ichida hech narsa chiqmasa, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, Allohga shukr qilaman. Oching bo'lmasa. Bismillah. Afsus ona. Bu qutimizda ham hech narsa yo'q edi. Mayli, Alloh Siz Allohdan nima so'ragan edingiz o'zi? Allohdan so'raganimki, men ham insonlarga o'xshab kichkina bo'lsa ham vatanim bo'lishini xohlagandim. Ona, inshaalloh Alloh mehribon. Sizni sabrlaringiz evaziga Xudo xolasa 5 xonali uyni egasi bo'ldingiz inshaalloh. Allohga yetib bordi barcha nolalaringiz inshaalloh. Alloh mehribon. Alloh mehribon. Har bir kunimizni, har bir soatimizni, nolalarimizni his qilib eshituvchi zotdir u. Yig'lamang. Yig'lamang. Alloh mehribon. Sizga aytavdik, inshaalloh hali hammasi yaxshi bo'ladi. Agarda mana shu videomiz 50 mingta like bo'lsa, uyni ularga ko'rsatamiz. Hali onamizni o'zlari ham uyni qanaqa chiqqanini ko'rganlari yo'q. Inshaalloh u yerga olib boramiz. Azizlar, qo'limda 5 ta Redmi telefonlari bor. Bu Redmi telefonlarni aynan muhtojlarga hadya qilmoqchimiz. Inshaalloh bu hadyani sohiblarini siz tanlaysiz. Qanday qilib deysizmi? Kommentariy orqali izohlar yozib qoldiring. Qayerdadir shu telefonga muhtoj bo'lgan insonlar bo'lsa, biz ularni topib inshaalloh bu telefonlarni ularga topshiramiz. 3 kundan keyin barcha g'oliblarni ko'rsatamiz inshaalloh va onaxonimizni ikkinchi videolari uyga kirish bo'ladi. Buning uchun esa 50 ming like sizdan kutib qolamiz. Inshaalloh uylari juda ham go'zal bo'lgan. Ona, hali siz borasiz. Inshaalloh ko'rib, faqatgina shukr qilasiz.